Hörmətlik Şərq Türkistanlıq qarindaşlar. Şərq Türkistan xəbər agentliğinin xəbərlər proqramısı görüşlərini qızğın qarşı alırıq. Tövəndə təfsili məzmunlarını diqqətinizə sunumuz. Şərq Türkistan sürgündə hökumətinin Cumhur rəisi Doktor Məmtimin Əla əpəndi Amerika Qoşma Ştatları irqi qırğınçılıq xatırə muzeyining yaqında e'lon qilgan 8 yildan keyinmi Xitoyning Uyg'urlarga qarata yurgizayotgan besimi yanada qo'rqinchli. Uyg'ur rayonidagi Xitoyning siyosati qandoq o'zgardi yoki o'zgarmadi nomli dokladini qattiq tanqid qildi. Şərq Türkistan sürgündə hökumətinin Cumhur rəisi Doktor Məmtimin Əla əpəndi 3 mart günü ictimai axborot supsi X-də irqi qırğınçılıq xatırə muzeyining yaqında e'lon qilgan 8 yildan keyinmi Xitoyning Uyg'urlarga qarata yurgizayotgan besimi yanada qo'rqinchli. Uyg'ur rayonidagi Xitoyning siyosati qandoq o'zgardi yoki o'zgarmadi nomli doklatining yetmoqchi bo'lgan eng oxirgi maqsadiga bo'lgan andisini tilga olib, bu doklad davomlashayotgan Uyg'ur krizisini tasvirlashga, bağlashqa, xulosalashqa uringan bo'lsa-mu, bu nachar vaziyatning to'liq mohiyati, umumlashishi va jiddiyatini yo'ritib berolmagan. Bevosita atalg'udan saqlanish orqali saqlangan halqalik masalalarga ko'rinarli darajada sal qaragan. Bu dokladda ko'rsatilgan siyosatlar Turkiy millatlarning madaniyati, kulturi, turmush usulini vayron qilish, kulturining nasllar bo'yicha davomlashishini uzib tashlash, yerli xalqlarni hamma narsadan ayirish, rayondagi Xitoy osonlik deb atalgan millatlarning nupus nisbatini azaytish, oilalarni parchalash, hayot qolg'uchilarni Xitoyning mustamlikachilik nishoniga bo'ysundirish bilan tahdid qilgan. O'tgan 2 yildagi paktlar davlatning bu nishonga qarab ilgarilishining, nishonliq guruhlarning millionlagan a'zolarining g'oyat zo'r azob-uqubat badaliga davomlashganligini ko'rsatadi. Bu natija Birlashgan Davlatlar Tashkilotining irqiy qirg'inchilikqa bo'lgan aniqlamasi bilan birdek bo'lsa-mu, tadqiqot natijasi buni irqiy qirg'inchilik deb atashdan o'zini qochiradi. Davomlashayotgan irqiy qirg'inchilikni yenikiritib ko'rsatish yoki xato tamsil qilish hech qanday analiz qilmaslikdan ziyonli bo'lishi mumkin. U faqat irqiy qirg'inchilik yurgizayotganlarga yordam beradi. Irqiy qirg'inchilikqa uchraganlarga xiyonat qilganlik bo'ladi, dedi. Hindiston supsi xabar tori 3 mart kuni Şərq Türkistan sürgündə hökumətinin rəhbəri Uyğurlar duch kelgan zulmga aloqador dokladni Xitoyning qilmishlariga irqiy qirg'inchilik deb aniqlama berishdan o'zini qochirganlik uchun tanqidladi degan temadagi xabarda Cumhur raisimizning bu bayonoti tafsiliy xabar qilindi. Xitoyga qarshi tanlangan komitetning a'zosi Moran Uyg'ur majburiy emgak qonunini qaytadan o'tirg'a qo'ydi. National Moran xabar torining 27 fevral kunidagi xabariga qaraganda, Xitoyga qarshi tanlangan komitetning a'zosi Moran Uyg'ur majburiy emgak qonunini qaytadan o'tirg'a qo'ydi. Bu qonun Xitoyning atalmish Xinjiangdagi majburiy emgakka chetishliq shirkatlar bilan tuzgan to'xtamni cheklaydi. Bu qonun loyihasi oldingi oyda qurultayda Avom palatasida ma'qullangan bo'lsa-mu, Kengash palatasida ovozga qo'yilmadi. Parlament a'zosi Moran har qanday shakldagi qul qilish, axloqiy jihatdan yerginishlik ish. Amerika Xitoy Kompartiyasining irqiy qirg'inchiligi va zulmiga sherik bo'lmasligi kerak. Atalmish Xinjiang Xitoy iqtisodining yadrosi, ammo uning orqasida keng ko'lamli turmaga solash, majburiy emgakka qatnashtirish va rayimsizlarcha bostirishdek dahshatlik reallik bor. Amerika bu ko'zbo'yamchiliklarga sherik bo'lgan shirkatlarga qarshi qat'iylik bilan harakat yurgizishi va bu vahshiylikka sherik bo'lmasligi kerak, dedi. Amerika Tashqi ishlar ministrligining ministri Marko Rubio Amerikaning Rossiyani Xitoydan uzoqlashtirmoqchi bo'lganligini aytgan. Yahoo xabarlarining 27 fevral kunidagi xabarda aytilishicha, Amerika Tashqi ishlar ministri Marko Rubio Amerikaning Rossiyaning Xitoy bilan bo'lgan quyuq munosabatini boshqarish strategiyasini sharhlab, Washington yadro qurolli qo'shinlari o'rtasida ixtilof paydo qilmay turib, Xitoy bilan Rossiyaning munosabatini ojizlashtirmoqchi degan. Rossiya bilan Xitoy o'rtasidagi ziddiyat yer shariy tartibni shakllantiradigan bo'lg'achqa, Rubioning so'zi Washingtondagi huquq tangpunligining o'zgarishiga bo'lgan andishini kuchaytgan. Bo'libmi, prezident Donald Trumpning Rossiyaga bo'lgan aloqasi Amerikaning tashqi siyosatida jiddiy o'zgarish bo'lganligini bildirgan. Marko Rubio Breitbart xabarlari muxbirining ziyoratini qabul qilganda bergan javobida Xitoy bilan bo'lgan munosabatimizni uzil-kesil uzishda muvaffaqiyat qozonganligimizni bilmayman. Xitoy bilan Rossiyaning yaqinligi xalqaro muqimlik uchun tahdid, chunki har ikkilisi yadro davlati degan. Ba'zi tahlilchilar Donald Trumpning yaqinda Rossiyaga yaqinlashishini Nixonning aksiga o'xshatgan. Prezident Richard Nixonning 53 yilga yaqin tarixdagi Xitoy safari Kreml saroyining yer shari ta'sirini ojizlashtirib, Beyjingni Washingtonga yaqinlashtirib, necha 10 yillik xalqaro kuch tangpunligini o'zgartgan. Xi Jinping hukumati Washington bilan Rossiyaning Ukraina ishg'olini oxirlashtirish uchun suhbat o'tkazganligini maqtagan bo'lsa-mu, ammo bu xil qarashning Beyjing uchun nimadan derak beradiganligi aniq emas ekan.
Xitoy kotibashi va Vladimir Putin 2022 yili Rossiya Ukrainaga tajovuz qilishdan ilgari cheksiz do'stlikni e'lon qilib, dunyo sahnasida Amerikaga qarshi ittifoqlashgan. Xitoy diplomatiya ministrligining bayonotchisi Lin Jian Robioning so'ziga raddiya berib, Beijing bilan Moskvaning munosabatining hech qanday uchinchi tarafning ta'siriga uchramaydiganligini aytgan. Robio ogohlantirib, agar Moskva Beijingning mangulik kichik hamrohiga aylanib, ikki yadro davlati bo'lgan Xitoy bilan Rossiyaning qo'yiq munosabatining Amerikaga masala elib keladiganligini aytgan. Yaqinqi yillarda Rossiyaga qartilgan Amerika rahbarligidagi jazo Moskvani Xitoy bozoriga ittirib, iqtisodiy jihatda hayotiy kuch bilan ta'minlagan. Shi Putinga diplomatik panohlik bergan. Marko Rubio Washington bilan Beijing va Moskva o'rtasidagi ixtilof va to'qinishlarning bo'ladiganligini aytdimi, har ikkilisi bilan bo'lgan munosabatni saqlashning muhimligini ta'kidlab, bular yadro zapasiga ega kuchli davlatlar, ular dunyo miqyosida kuch ko'rsatadi degan. Trump yaqinqi bir necha hafta ichida Amerikaning Rossiyaga qaratgan siyosatida olamshumul burilish hosil qilib, Putin bilan tinchlik suhbatini boshlagan. Ey Rabbim, xohlagan bo'lsang ularni va meni burilla halok qilgan bo'larding. Aramizdagi ahmoqlarning qilmishi tufaylidan bizni halok qilamsan. Bu faqat sening siniqingdir. Shu orqali xohlagan bandangni gumrohligida qoldirsan. Xohlagan bandangni hidoyat qilasan. Sen bizning egimizsan. Bizga mag'firat qilgin, rahim qilgin. Sen eng yaxshi mag'firat qilg'uchidirsan. Sura A'rof 155-oyat. Bizga vaqt ayirganinlar uchun ko'p rahmat. Kelar qitim programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lg'aysizlar.